Dasturlarimiz davom etadi. Yoshlarning ijtimoiy manfaatlarini qo'llab-quvvatlash mamlakatimiz yoshlarga oid davlat siyosatining asosini tashkil etadi. Bu maqsadlarga erishish jarayonida esa yoshlar tashkilotlarining turli soha va tizimlar bilan mustahkam hamkorligi yo'lga qo'yilgan. Xususan, Yoshlar ittifoqi va Oliy sudning hamkorligi samarasida bilib-bilmay jinoyat ko'chasiga kirib qolgan yoshlarni ijtimoiy hayotga moslashtirishda ijobiy natijalarga erishilmoqda. Qashqadaryoda bu borada amalga oshirilayotgan ishlar haqida hozirgi reportajimizda so'z boradi. O'zbekiston 24 teleradio kanalidan uzoqlashmang. Yurtimizda yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, iste'dodlarini yuzaga chiqarish, jamiyatda o'z o'rinlarini topishiga ko'maklashish bandligini ta'minlash bilan bir qatorda jinoyatchilikka moyil bo'lgan yoshlarni to'g'ri yo'lga boshlash, bilib-bilmay noto'g'ri qadam tashlagan, egri yo'lga kirgan, hozirda qilmishidan chin dildan pushaymon bo'lgan yigit-qizlarga ham amaliy ko'mak berilmoqda. Qashqadaryoda joriy yilda bu borada salmoqli ishlar amalga oshirildi. O'zbekiston Yoshlar ittifoqi O'zbekistondagi eng katta mamlakat yoshlarni birlashtiruvchi nodavlat notijorat tashkilot hisoblanadi. Hamda yosh avlodning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini samarali himoya qilishni ta'minlash, ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarishga ko'maklashadi. Boshqacha qilib aytganda, davlat va yoshlar o'rtasida ijtimoiy ko'prik vazifasini o'taydi. Joriy yilda tashkiliy kadr va yuridik xizmat bo'limiga 34 ta kafillik xati berish yuzasidan murojaatlar kelib tushgan. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi va O'zbekiston Yoshlar ittifoqi Markaziy kengashi o'rtasida 2017-yil 5-dekabr kuni yoshlar masalalari sohasida imzolangan o'zaro hamkorlik memorandumiga asosan 14 nafar yoshga ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo tayinlashga erishdik hamda ularni oila davrasiga qaytardik. Hozirgi kunda ushbu yoshlarni sog'lom muhitga qaytarish maqsadida tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda dastur ishlab chiqib, bandligini ta'minlash va bo'sh vaqtlarni mazmunli tashkil etish bo'yicha choralarni ko'rmoqdamiz. Kelgusi yilda ham mana shunaqa amaliy ishlarimizni jadallik bilan davom ettiramiz. Biz yoshlar tashkilotlarining oldiga mana shunday vakolat berganliklari uchun davlatimiz rahbariga rahmat aytamiz. Albatta ishonchlarini oqlaymiz. Kitob tumani Bo'ston mahallasida istiqomat qiluvchi Ruslan Xurramov 23 yoshda. U jamoatda yurish-turish qoidasini qasddan buzish jinoyatini sodir etgan. Uning ishi Qarshi shahridagi viloyat sudida ko'rib chiqildi. Ruslanning qilmishidan chin ko'ngildan pushaymon ekanini yuzlaridan anglash qiyin emas. Ochiq sud majlisida O'zbekiston Yoshlar ittifoqi viloyat kengashi raisi ishtirok etib, Ruslanning qayta jinoyat sodir etmasligi, ijtimoiy foydali mehnat bilan shug'ullanishi, tuzalish yo'liga o'tishi uchun insonparvarlik va odillik tamoyillaridan foydalanib, qonun doirasida imkoniyat berilsa, 1 yil davomida uning xulqi va tarbiyasini o'z nazoratiga olishga kafolat berdi. Sud kafillik xati, tomonlarning muzokaralari, ko'rsatmalari, sudlanuvchining pushaymonlik so'zlarini tinglab, sudlanuvchiga ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo tayinladi. Bugun jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat apellyatsiya sudlov hay'atida Jinoyat kodeksining 277-moddasi 2-qismi A bandi bilan jinoyat ishlari bo'yicha Kitob tuman sud tomonidan aybli topilib, unga 2 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan shaxsga nisbatan apellyatsiya sudlov hay'atida ish ko'rib chiqildi va sudlov hay'ati Xurram Ruslan G'anisher o'g'lini O'zbekiston Yoshlar ittifoqi viloyat kengashi raisining kafillik xati va uning yoshligi, uning qaramog'ida voyaga yetmagan bir nafar farzandi, qilmishidan pushaymonligi, undan tashqari jabrlanuvchiga yetkazilgan zararlarni to'liq qoplaganligi, undan kechirim so'raganligi, jabrlanuvchining unga nisbatan da'vosi yo'qligini inobatga olib, shu O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi va Yoshlar ittifoqi Markaziy kengashi o'rtasida tuzilgan memorandum talablariga rioya qilib, mana shu kelgusida pushaymonligini va 1 yillik kafillik kengash o'tganligini inobatga olib, unga tayinlangan ozodlikdan mahrum qilish jazosi ozodlikni cheklash jazosiga almashtirildi va u oilasi bag'riga qaytarildi. Sud zaldan ozod bo'lgan qahramonimizdan ham ko'ra onasining quvonchi cheksiz. Davlatimiz rahbarining ishonchini albatta oqlaymiz deya Nargiza opa quvonchli ko'z yoshlarini yashira olmadi. Bugun mana sud zalidan o'g'lim Xurram Ruslanni ozod qilishdilar. Hammalaringizga rahmat. Kafolat beramiz, qaytib jinoyat qilmaslikni, o'zimizdan va'da beramiz, so'z beramiz. Men hech ham shunaqa bo'ladi deb o'ylamagandim. Prezidentimiz imkoniyat yaratganliklari uchun yoshlar tashkiloti rahbariyatiga hammalariga tashakkur aytaman.
Xo'sh, Ruslan bugungi kunda nima bilan shug'ullanyapti? Yoshlar tashkiloti uning jamiyatda o'z o'rnini topishi uchun ko'maklashdimi? Shu savollarga javob topish uchun Kitob tumani Bo'ston mahallasiga bordik. Ruslanni ish ustida uchratdik. U hozirda shofyorlik bilan shug'ullanib, daromad topayapti. Men hozir oilam bag'ridaman. Hozirda Kitob shahar yo'nalishida Damas haydab ro'zg'orimni o'tkazyapman. 2024-yil hokim yordamchilari bilan kelishgan holda kredit olib o'zimni savdo-sotiq do'konimni ishga qo'ymoqchiman. Kelajakda namunali oila bo'lib, farzandimga munosib ota bo'lishga harakat qilaman. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi O'zbekiston Yoshlar ittifoqi Markaziy kengash o'rtasida imzolangan memorandumga asosan bilib-bilmay jinoyat ko'chasiga kirib qolgan, qilmishidan chin dildan pushaymon bo'lgan yoshlar O'zbekiston Yoshlar ittifoqining tavsiyanomasiga asosan sud zaldan ozod etilyapti. Navbatdagi sud Chiroqchi tumani sudida aynan mana shu zalda bir necha daqiqalardan keyin boshlanadi. Chiroqchi tumani Oltin dala mahallasida istiqomat qiluvchi 29 yoshli Shohruh Usanov ham bilib-bilmay jinoyat ko'chasiga kirib qolgan yoshlardan biri. U O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 2-qismi va bandi bilan sudlandi. Yosh huquqshunoslar kengashi tomonidan uning harakatlari o'rganilib, tahlil natijasiga ko'ra Shohruh yoshlar kafilligiga olinadigan bo'ldi. Shu maqsadda sudga kafolat xati taqdim etildi. Albatta, bildirilgan bu ishonch shu ona vatanga daxldorlik hissi bilan yashashga undaydi. Bir yil davomida Shohruhning hayotga qarashlarini tubdan o'zgartirish, bandligini ta'minlash, bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishga qaratilgan dastur shu kunning o'zida ish boshladi. Uning haydovchilik qilish istagi borligi inobatga olinib, evakuator boshqarish ishiga joylashtirildi. Kafillik xati orqali sud zaldan ozod bo'lgan, butkul tuzalish yo'liga o'tgan Shahrisabz shahrilik Javohir Jahongirovning qilmishi jinoyat ishlari bo'yicha Shahrisabz tuman sudida ko'rib chiqildi. Unda ham O'zbekiston Yoshlar ittifoqi jamoat himoyachisi sifatida ishtirok etib, sudga kafillik xatini taqdim etdi. Bu jarayon Javohirning hayotga qarashlarini keskin o'zgartirdi. U bugungi kunda avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish faoliyati, bundan tashqari uyda chorva mollarini boqish bilan shug'ullanyapti. Kelajakda vatan rivojiga hissa qo'shadigan tadbirkor bo'lmoqchi. Sud zaldan ozod qilish imkoniyatini beruvchi kafolat xati yoshlar uchun juda katta imtiyozlardan biri. Bu g'amxo'rlik va ishonch, mas'uliyat demakdir. Yoshlarni yana jinoyat yo'liga qaytishining oldini olish, jamiyatga kerakli inson qilib tarbiyalashga qaratilgan bu kabi ishlar yoshlar tashkilotlarining doimiy e'tiborida.